Ko'zi ojiz inson bir kuni to'satdan ko'ra boshlasa, birinchi navbatda nima qiladi deb o'ylaysiz? Butun umr yelkasida bo'lgan har bir qadamda suyangan hassasini tashlab yuboradi. Endi u kerak emas, chunki u yura oladi. Bir qarashda bu juda ham quvonchli hol. Lekin biz buni hayotning eng achchiq va qattiq haqiqatida bilamiz. Chunki inson ham shunday. Siz foydali ekansiz, keraksiz. Sizdan foyda qolmasa, qadr ham qolmaydi. Kechasi siz bir qadam ham bosolmaganlar, bugun siz bor yo'g'ingiz bilan ortiqcha ishi yo'q. Odamlar sizni yaxshi ko'rmaydi. Ular sizni kerak bo'lgani uchun yodga oladi. Sizni emas, siz orqali qondiriladigan ehtiyojni yaxshi ko'rishadi. Lekin bu dunyoda shunday muhabbat borki, u shartsiz. Unda foyda ham, manfaat ham, shart ham yo'q. U muhabbat sizga shunchaki inson ekaningiz uchun yetarli deb biladi. Bu muhabbat ota-ona muhabbati. Siz tug'ilganingizda ilk bor ko'z yosh to'kkanlar ular. Siz yurishni boshlaganingizda dunyosini unutib, orqangizdan yugurganlar ular. Siz yig'laganingizda qalbida og'riq sezgan, kulishingizda qalbida bahor ochilgan insonlar aynan ular. Ota-ona muhabbati hech qachon tashlamaydigan hassadir. Ota-ona sizdan hech narsa kutmaydi, faqat siz bor bo'lishingizni xohlaydi. Chunki ular uchun siz barcha dunyoga tengsiz. Shuning uchun kech bo'lmasdan ularning qadriga yeting. Qo'ng'iroq qiling. Sizlarni yaxshi ko'raman deb ayting. Doim ular kutishyapti.